Ikki yigit suhbatlashdi. Qayerda ishlaysan? Falon joyda. Oyliging qancha? 2.700.000. Ha, atigi 2.700.000mi? Oz-ku. Shuncha pulni qanday yetkazasan? Bu gapni eshitib, u ishini yomon ko'rdi. Maoshini ko'tarishlarini so'rab shikoyat qildi. Boshlig'i bosh tortdi, ishdan bo'shatdi. Ishi oz bo'lsa ham puli bor edi. Endi tamoman ishsiz qoldi. Bir ayol boshqasidan so'radi: "Yaqinda farzandli bo'ldingiz. Tuqqaningizda eringiz nima sovg'a qildi?" "Hech nima." "Shu to'g'rimi? O'zingiz ayting. Siz ne azoblar bilan unga farzand tug'ib bersangiz, u sovg'a bermasa, nima, sizni qadringiz yo'qmi?" Bu gaplar uning yuragiga o'qday qadaldi. Eri ishdan qaytganida g'azab bilan kutib oldi. Urushishdi, janjallashishdi, axiri sovg'a o'rniga ajralishga erishdi. Ota xotirjam yashardi. Undan so'rashdi: "Nimaga o'g'lingiz sizni ko'rishga tez-tez kelib turmaydi?" "Ish qiyin, bo'sh vaqti kam. Siz uchun ham vaqti yo'qligiga ishonasizmi?" Ota farzandidan oldin rozi edi, endi undan gina qilishni boshladi. Qalbidagi musaffolik ketdi, ishonchi loyqalandi. Bunaqa savollar hammamizga beriladi. Har kuni, har doim ham eshitamiz, ham aytamiz. Biz uni eshitayotgan odamga qanday ta'sir qilishini xayolimizga ham keltirmaymiz. Oddiy bir so'z bilan insonning hayotini yoki obod yoki barbod qilamiz. Tafakkur qilaylik. Isyonga, noshukrlikka sabab bo'lib qolmaylik. Bu insonga yomonlik qilish bilan